Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Barlıq görürmenlerimizni mübarek Ramazan ayı bilen kutluqlaymiz. Men Erkin. Ben Gülçekre. Bu qitimliq programımızda muş bir hafta jarayonida radiomuzda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Xitoy hukumati bu yillik Ramazan boshlanishdan burun Uyg'ur elidagi musulmonlarning, bo'libmi Uyg'urlarning Ramazan tutishi va diniy faoliyatlarga qatnashishini yana qattiq cheklashga boshlagan. Biz egallagan fikrlarga qaraganda avtonom rayonlik munosabatli hukumat tarmoqlari har darajalik hukumat va ma'rif organlariga buyruq tushirib, Ramazan mezgilidagi muqimlik va bexatarlik mas'uliyatnomasi tuzishni ijro qilishga chaqirgan. Natijada yerlik hukumatlar o'z alohidaliklariga asosan har xil mas'uliyatnomalarni tuzib chiqqan va maktab, ota-ona, o'qituvchi, o'quvchilarning o'zaro moslashishini talab qilgan. Doiralar yana ota-ona va o'quvchilarni diniy faoliyatga qatnashmaslik, ro'za tutmaslik mazmun qilingan mas'uliyatnomalarga imzo qo'ydirgan. 2008 yılı dairler mektep seliş degan bahanda Aksu İgeçi yezisi Köktaççılık kenti, yani Seydadüydeki 51 aileni Turalgı öy ve Terolgı yerlerden köçürüp, ulanın 150 mu yerini egellib algan. Bu 51 ailelikning içinde fakat 2 ailelikler Xitay dehqonlar bulup, qalan 49 aile Uygurlar iken. Cemi 14 can nüfusga ega Yasin Qurban ailesi ana shu Uygurlarning biri. Yasin Qurban dairlərinin şərtləri könməgən, hətta çeqiş toxtamıға qol qoymagan şəraitdimi onun öy mülki məcburi tüzülünüb, barlıq bisati topu astıda qalğan. Şundan etibarən bu bir ailə kişiləri hər yerlərə sərsan bulub, yaşaşqa və Xitayның münasibətlik organlarına ərz qilishqa məcbur bolmaqda. Vahalanki, ularning qanunluq ərzi hazırgıça həll bolmadı. Xitoy e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda Xitoy doiralari sirtdan kelgan 6 million ko'chmanni Uyg'ur elining turaqliq naposiga erishtirish xizmatini jiddiy ishlamoqda ekan. Uyg'ur ziyolisi Olimjon Inoyat bu ko'chmanlarning Uyg'ur elining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muhitiga emas, balki yana Uyg'urlarning mavjudligiga og'ir tahdid solganligini bildirdi. U yana Xitoy ko'chmanlarini Uyg'ur eliga yerlashtirishning oldini olish uchun masalani xalqaro sahnaga olib chiqish va buni chet elda olib berayotgan siyosiy da'voning muhim tarkibiy qismiga aylantirish lozimligini bildirdi. Strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandimi masalani xalqarolashtirishning zarurligini bildirdi. Xitay Ma'rif Ministerligi və Uyğur Avtonom Rayonluq Ma'rif Nazarati yazlıq tətildə o'quvchilarni maktabga yig'ilishni qattiq cheklash to'g'risida maxsus buyruq tarqatgan bo'lsa-mu, bu buyruq Uyg'ur elida kelmagan. Halbuki Uyg'ur eli doiralari yuqoridagi buyruq bilan teng ta'til mezgilida bexatarlik va muqimlik xizmatini o'rinlashtirish haqida bir uqtirish tarqatgan. O'quvchilarning İDV xizmetini ta'til mezgildimi ching tutishni talab qilgan. Radiomuzning egallashicha joylarda o'quvchilar ta'tillik dam olishning o'rniga o'xshashla siyosiy o'rganishlarga o'rinlashtirilayotgan ekan va har haftada bir yoki 2 qitim maktabga kelib yo'qlamadan o'tishga majburlangan. Hatto ba'zi maktablar 2 oylik yozlik ta'til vaqtini o'z oldiga qisqartib maktabga yig'ilish vaqtini ilgari surgan. Xitoydagi haqsizlik tufayli Pokistonlik tijoratchi Salfarat Urumchidagi pul to'lab setib olgan qonunliq mulkiga ega bo'lolmagan. U 2004-yili Urumchidagi muhojirlar mehmonxonasining 5 qavatini setib olgan. Yaqinda muhojirlar mehmonxonasining asli sohibi bo'lgan Xitoyning Guanghui shirkati Pokistonlik tijoratchi va sayohatchilarga mehmonxonaning umumyuzlik remont qilinganligini uqtirib, ularning qisqa vaqt ichida mehmonxonadan ayrilishini talab qilgan. Doiralar uning igdorchilik huquqini nazarga ilib qo'ymagan. Salfarat munosabatli organlarga berib shikoyat qilgan bo'lsa-mu, uning gapini anglaydigan odam chiqmagan. Salfarat o'tgan oyda ziyoratimizni qabul qilib, 5-iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlardan Turg'un Obulqosimning ahvoli haqida ma'lumot bergan edi. Shvetsiyada davom qilayotgan xalqaro yoshlar o'smirlar futbol musobaqasida Uyg'ur elidan kelgan Umid futbol komandasi yana 3 komanda bilan musobaqaga tushib, har 3 komandani yengdi. Shvetsiya axborotidagi xabarlar va Uyg'ur faoliyatchilarining bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur o'smirlarning futbol mahorati va musobaqaning birinchi kuni tomoshabinlar orasida lapildigan Sharqi Turkiston bayrog'i tomoshabinlarning kuchli diqqatini tortgan. Shvetsiyadagi 4-cho'ng gazet hisoblangan YouTuberlik pochtasi mazkur musobaqa haqidagi xabarda Uyg'urlar ustida alayda to'xtalgan. Shvetsiyadagi Uyg'ur ma'rif uyushmasining boshlig'i Nijat Apandi va faoliyatchi Nabijon
Elila musobaqa haqida to'xtalib, o'zining intayin hayajonlanganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.